Assalomu alaykum. TypeScript bo'yicha unknown, any, never tiplarini ko'rib chiqamiz. Ularning qanaqa farqlari bor va nima maqsadda ishlatiladi degan savolga. Xo'p, unknown bu juda ham safe foydalanishga bo'ladi. Ya'ni unknown bo'lgandan keyin bizga noma'lum, ya'ni tarjimasi bo'yicha buni tekshirishimiz kerak. Qanaqa narsalarga bor. Misol uchun, stringga kod ishlaydi. If else ga o'xshaydi. Type tekshiriladi. Number bo'lsa, number kodini ishlat. Yana qanaqadir interfeysga tushsa u kodi, error bo'lsa bu kod. Shunaqa degan ma'noda unknown tipidagi narsa tekshiriladi. Misol uchun error bo'lishi mumkin. Error ichidan misol uchun bizga 3 tami 4 xil error kelishi mumkin. Shuni unknown qilib turib pastda if else ga qo'yib, agar database error bo'ladigan bo'lsa, bu syntax error bo'ladigan bo'lsa, bu type error bo'ladi. Endi syntax error bo'lmaydi. Misol type error, reference error, nimadir custom errorlar bo'ladigan bo'lsa, shu narsa ishlasin degan yozilgan bo'ladi. Any tipi bu any ni ishlatgan odam shu TypeScript tashlab olsa ham bo'laveradi. JavaScript o'ziga o'tsa, kak JavaScript uchun yaralgan odam ekan deb qo'yaveramiz. Ya'ni any tipini ishlatsa, u har qanaqa tipga tushib ketaveradi. Any ni ishlatadigan joylari bor. Lekin iloji bo'yicha qochiladi-yu, lekin any ni ishlatmasdan bo'lmaydigan joylari bor. Xo'p, any dan keyin любой kod ishlatilaveradi. Umuman tipi dinamik degani. TypeScript bo'lsa dynamic language hisoblanadi, ya'ni qanaqadir narsa yozsangiz, undan keyin boshqa narsaga tenglab keta olasiz. TypeScript shu uchun chiqarilgan, tip strict tip, ya'ni tiplar qo'yish uchun. Xo'p, never nima uchun ishlatiladi? Never birorta tip bo'lmasa, never. Ya'ni qanaqa tip bo'lmasa desa, tasavvur qiling, funksiya bor. Funksiya bu ishlaydi, faqat doim ishlaganida yo error qaytaradi yo infinite loopga tushadi. Shunaqa o'zi ikkita case. Shunaqa funksiya bor-da, shunda kech yuboriladigan funksiya bo'ladigan bo'lsa, never tipi, umuman tip yo'q degan. Void bor, funksiyalarning oxiriga yoziladi. Void nima uchun void yoziladi? Void undefined qaytaradi-da, undefined qaytarishi mumkin. Never hech narsa qaytarmaydi. %100 shu o'zi bilan o'zi bo'lib, yo error yo loopga tushib yo'q bo'lib ketdi degan. Xo'p, shunaqa. Ana endi neverni yana ishlatiladigan joylar bor, ishlatiladigan emas. Ya'niki never qachon ishlatishimiz mumkin? Bitta funksiya yozdik, funksiyaning ichiga property yozdik, property ya'ni value yozdik. Value ni tipi string yoki number qabul qiladi. Va if dedi type of value string bo'ladigan bo'lsa, bu kod ishlaydi. Else if number bo'ladigan bo'lsa, bu kod ishlaydi. Shuni tagida yana nimadir value ni o'zgartirmoqchi bo'lsak, value tipi never ga tenglab qoladi. Chunki nimaga? Birinchi if ichiga tushsa, agar string ichiga tushsa, nimadir execute qilib return qo'yadi. Else ichiga tushsa, nimadir execute qilib return qo'yadi. Biz tipiga faqat ikkita berganmiz. Biz pastdagi yozilgan ko'ramiz, u 3-tip bo'lib qoladi. 3-tip mavjud emas, shuning uchun never. Shunaqa switch case da misol uchun. Switch case da mana bu misol bor. Ko'p chiqib qoladi, ya'niki xo'p, qanaqadir tip qo'yildi va tip yozilmagan. Mana bu joyda desak bo'lar ekan. Mana bu oddiy switch case kod. Bu joyda biza cancel degan narsani qo'shdik. Bu yoqda return never degan shunchaki funksiya, never qilish uchun va shunaqa. Bu yoqda TypeScript error berishni boshlaydi. Ya'ni nimaga deysa, bu never tipiga to'g'ri kelmaydi. Nimaga never tipiga to'g'ri kelmaydi deysa, hozir mana bu cancel qo'shildi. Mana bu joyda cancel qo'shildi va buni mana bu switch case dan keyingi tipi cancel bo'lib qoldi. Cancel'ga ham agar case yozilsagina hammasi tekshirib bo'lindi va uni tipi never ga o'tgan hisoblanadi. O'shandan keyin never ga to'g'ri keladi degan error qaytaradi. Mana bu narsani qo'shish kerak bo'ladi. Shunaqa never hammasini o'z o'rnida joyi bor ishlatadigan. Ular xullas yenini ishlatmasda zo'r, qolganini ishlatsa bu a'lo darajada tushunilsa bo'ladi. Rahmat kattakon, charchamanglar, sog'lik bo'lsa kommentariyada bemalol. Salomat bo'ling.